Bugun o'tadigan teglarimiz, yana teglar bilan ishlaymiz. Ana shu teglarni tezroq tugatib olsak, xudo xolasa SSSga ham tezroq o'tamiz. Bugun o'tadigan narsalarimiz endi subdagi salom yoki bo'lmasam H2 misol uchun keyin sub bor. H2 voy H2 mana. Layserda ko'ra natijani ko'ramiz. Qarang. Nima chiqdi? Birinchisi pastda, ikkinchisi tepada chiqdi, to'g'rimi? Endi mana shuni bundoq turib, bu nima degani mana? Sub degani yuqori qismida chiqadi. Mana sub yuqori qismida chiqadi mana. Mana bunisi tepada kvadratga o'xshagan. 4 ning kvadrati, 3 ning kvadrati shuni qilib chiqarsangiz bo'ladi. Misol uchun mana 4 ni 4 ni ikkinchi darajasi misol uchun mana. 2 ni ikkinchi darajasi. Shunaqa qilib yozishsa kerak bo'ladi misol uchun. Va bu yerda siz qanaqa qilib yozasiz? Hammasini ikkalasini ham bitta pi ga olib, mana shu pi ni ichida yozasiz. Nimaga desangiz, bularga qaraganda mana bu pi ni darajasi balandroq. Bu umumiy tekstni o'rab turadi. O'sha tekstlarning ichida qaysidir tekstni siz ajralib turishini xohlasangiz, mana bunaqa kichkina, aynan bir donagina so'z uchun ishlatiladigan teglar. Bular bitta so'z uchun ishlatiladi, mana teglar. Bu umumiy so'z uchun ishlatiladi. Tushundingizmi? Например, tushuntirib beraman yana bir. Pi turibdi, misol uchun, assalomu aytaylik ustozim Nurimning darslarida o'tiribman. Endi hamma tekst oddiy turibdi hozir, to'g'rimi? Tekst hammasi oddiy turibdi. Endi men ustozim Nurim degan joyini jirniy qilmoqchiman. Nima qilaman? Nima? Qaysi tegdan foydalanaman? Zamonaviysi, yangisi strong tag edi, to'g'rimi? Strong tagini mana shu yerga yozaman, keyin ichiga ustozim Nurim yozib qo'yaman. Ko'rdingizmi? Umumiy p o'rab turibdi hammasini. Endi bironta ma'lum bir so'zlar uchun strong ishlaydi. Xohlasangiz mana standart bitta qoidani o'rnatib olaylik. Har bitta tagga yangi qatordan yozamiz mana. Tushundingizmi? Mana. Mana shunaqa bo'ladi. Mana bu tag mana bu yerda turibdi, mana ochuvchisi bor, yopuvchisi bor. Bu tag mana bu yerda turibdi, alohida bu yerda turibdi mana. O'shanda bir qator bo'lsa chalkashib ketmaysiz. Mana bundan shu yaxshiroq. Har bitta tag yangi qatordan boshlansa, mana shunisi yaxshiroq. Tushundingizmi? Mana bu yerda ham misol uchun mana yangi tag, bu yangi tag bu yerdan mana. Ko'rdingizmi? Juda ham tushunarli bo'ladi. O'z ham chalkashib ketmaysiz. Va ko'rib turgan bo'lsangiz mana ustozim Nurim o'zi nima bo'ldi? Ana ustozim Nurimni jirniy bo'ldi. Endi bitta joy tashab qo'yilgani, mana bitta bundoq qo'ysangiz mana yopishadi. Mana. Ko'rdingizmi? Tekst demak bu yerda turar ekan mana. Pilar mana bitta turibdi, ma'lumotlari davomida turibdi mana. Endi darslarda o'tiribmanni o'zini nima qilmoqchimiz? Emphasize qilmoqchimiz. Emphasize nima edi? Yangi qatorga tushiramiz. O'g'ma qilib beradi. Mana. Ko'rdingizmi? Hammasi oddiy tekst p da turibdi. Endi mana buni jirniy qilish uchun p ni ichida strong ochib oldik. Buni o'g'ma qilish uchun emphasize tagidan foydalandik mana. Teglarimiz xuddi shunday strukturada yozamiz. Yangi qator uchun bitta, bunisi bitta alohida yangi qatorda, bu ikkalasi alohida yangi qator turibdi. Enter bossangiz? Yo'q, mana shunda o'tiradi. Google'da? Ha, bu yerda. Bu yerda bir qator chiqaveradi, Bu yerda bir qator chiqaveradi. Mana bunimi? Bizda CSS o'tganimizda bu taglarni qanaqa ishlashini tushunamiz. Tushundingizmi? Hozir shunchaki nimaligini tushunib ketaylik. Keyin tag CSS o'tganimizda chuqurroq kirishamiz bunga. Birdan kirishib ketsam chalkashib ketdim. Miyaz achib qoladi hozir. Dasturlashman uchun masalan ustoz, men chizmachilik bilan shug'ullanaman. Xo'p, endi keyingi taglarimiz yana nima edi? Qarang daftaringizga. Navbatdagi tegamiz audio tagi. Mana bu audio mana.
Audio deb yozsangiz chiqadi o'zi. Ko'rdingizmi? Mana audio mana o'zi chiqdi. Bossangiz o'zi src degan atributni beradi. Src bizda oldin image ham chiqdi, to'g'rimi? Image. Src to'liq shakli source edi. Manba. Qaysini? Audioni? Bo'ladi. Birinchi bunga audio qo'yish o'rganib olaylik. Mana bu manba degani. Ma'lumotni shu yerda ko'rsatasan, ikkita qo'shtirnoq ichida ko'rsatasan deyapti bizga. Demak, biz bu yerga audio qo'yishimiz uchun bitta mp3 fayl yuklab olishimiz kerak. Ha? Misol uchun mp3 ichidan sound fx Bironta sound olaylik. User interface mana. Shuni olsak account yaratyapti. Bitta account yarata olamiz. Boom. Любой audioni Telegramdan bitta xohlagan qo'shig'ingizni olib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlagan narsangizni olib qo'ysangiz bo'ladi bu yoqqa. Muzika ovozini o'lchaylik, bitta qo'shiq ovozini bitta olsak. Yaxshi. Mana yuklab olish, download bor. Full FX mp3 xolos bizga. Downloadni bosaman, yuklab olaman. Qiynaydi-ku bu. Telegram botga kiramiz. SM bot mana bitta o'zimizni bir muzikalar bor. Sen yaratgan Bu ani. Dan mana. Aka, qanaqa fayl yaratardik? Source degan manba yaratamiz. src degan papka yaratamiz. Bu papka source degani, manba degani, to'g'rimi? Buning ichida nima bo'ladi? Audio degan fayl yaratamiz. Tushundingmi? Audio mana. Nima uchun? Chunki sortirovka bo'lib turadi. Keyin shuning ichiga mana bu muzikani nomini qo'yamiz. Sen yaratgan. Mana. Sen yaratgan deb qo'yamiz. Mana ding ketdi mana. Bundoq kirsak mana. Source mana. Kodlar ham chiqdi, mana bunaqa ikonkalar ham chiqdi. Source ma'lumot degani, ma'lumotning ichida audio degan papka bor, papkaning ichida keyin mana bu bor. Muzika. sen yaratgan olamu inson Endi buni biz nima qilamiz? Mana bu yerda ishlatishimiz kerak, to'g'rimi? Brauzerimizda chiqarishimiz kerak. Hozirgi qayerda chiqdi? Mana bu yerda chiqyapti xolos. VS kodimiz chiqyapti xolos. Xursand ketmang. Bittada chiqdi deb. Mana nuqta slash qilaman, papkaning ichiga kiraman enter bilan, yana audioning ichiga kiraman, keyin yana bunday ichiga kiraman. Bo'ldi mana. Ocha. Chiqmaydi hech nima. Nima uchun? Chunki biz hali nima qilmadik? Controls degan atributi bor mana. Bu kontrollerlarni qo'yib beradi. Mana. Ko'rdingizmi? Mana bu, mana ovoz baland past qilish, mana bu narsalar hammasi control deydi. Shunaqa atributini qo'ysangiz keyin chiqadi bizda. Ketdi. sen yaratgan olamu Ana. Siz уже mana muzika veb-saytini yaratib olsangiz bo'ladi. Qo'shig'ini mana bu o'tishi. inson tugal amdal tugal Ovoz baland past. imloying tugal dillar ichra chekkan imzoying tugal bu tugalliklar Tezligi. kamolingdan seni Tushundingizmi? Bundoq qilamiz. Endi yana boshqa atributlar bor. Keyingi atributi. Hozir men kirishim bilan boshlanib ketyaptimi, yo'qmi? Yo'q. Endi kirishimiz bilan boshlanib ketishi uchun biz au birinchi omilni qilaylik. Loopga qo'yaylik mana. Loop degani bu nima degani? Qo'shiq tugasa avtomatik yana o'zi boshlanadi. Tushundingizmi? kamolingdan seni sen yaratgan ketdi o'zidan o'zi. Mana shu loop shuni qilib beradi. Agar bu bo'lmasa, tugashi bilan to'xtaydi. Endi kirishingiz bilan, saytga kirishingiz bilan o'zi avtomatik boshlanishi uchun autoplay degan narsa bor mana. Autoplay degan narsa bor. Autoplayni olasiz. Veb-saytga kirishingiz bilan boshlanishi kerak, lekin nima bo'lyapti? Boshlanmayapti. Autoplay ishlashi uchun muted degan narsa ham qo'llash kerak. Muted degani bu bezvuk. Ovozsiz qilib beradi. Ingliz tilida muted, o'zbek tilida bezvuk degan. Autoplay avtomatik boshlashi. Tushundingizmi?
Ustoz nimaga birga qo'llanadi desangiz, faraz qiling siz uydagilarning telefonini olib sekin kino ko'raman deb yoki bo'lmasam o'ynayman deb oldingiz. Yoki YouTube'dan video ko'raman deb oldingiz. YouTube'ga kirishingiz bilan birdan videolar ovoz chiqarib boshlab ketsa, sizga nima? YouTube'ni yaratganlarni so'kasizmi? Nima qilgansanlar, sug'urlab qo'ysalaring bo'lmaydi, to'g'rimi? Endi bu avtomatik boshlanadi, lekin bezuk bo'lib boshlanadi. Mana. Refresh qilaman. Muted. Mana muted ishladi, ko'rdingizmi? Xo'p, endi yana qaysi biri? Bizda autoplay muted, autoplay muted hozircha mana shu. Endi bunda autoplay MP3 ni ko'rdik, to'g'rimi? Endi videoni ko'ramiz. Videoda xohlagancha videoyingizni ko'rsangiz bo'ladi mana bu yerda. Shorts videolar qayerda bor? Shorts. Mana misol uchun YouTube'ga kiraylik. Chikaku pumping shorts. Mana shorts karta mana. Mana shuni olmoqchimiz. Qochay. Bu YouTube'dan yuklab olamiz. Mana yuklaydi botga tashlaymiz. Sizga kerak bo'lsa mana link yozsangiz chiqadi. Bormi? Buni yuklab olamiz. Eng past formatda. Save as qilamiz. Qayerga? Dars SRC ning ichiga audio ochdikmi? Endi qanaqa ochamiz? Video ochamiz. Video degan papka ochamiz. Mana. Bir-biri bilan sortirovka bo'lib turadi-da, bu tushundingizmi? Multfilm deb yozib qo'yamiz. Multik bo'ladi. Mana. Multik bo'ladi. Videoning nomi. Va men bu yerga nima qilaman yana? Nuqta slash qilib, SRC ning ichiga kirib, video degan papkaning ichiga kirib, multiga joylashtiraman mana. Endi buni ham qarasam, mana. Rasmga o'xshagan chiqadi bu ham. Buni kichkinalashtirish uchun nima beramiz? Rasmda bergandik, width beruvdik, to'g'rimi? 200 piksel deb yozib qo'ysam, mana. 200 piksel mana shu, mana. Bunaqasiga eniga bo'ldi, to'g'rimi? Endi bo'yiga bersam, misol uchun. Yoki mana buni sal kichkinaroq qilsam, 100 qilsam, mana. Ko'rdingizmi? Lekin rasmga o'xshab turibdi. Bunga ham mana bu controls degan narsalarni qo'ymasam, kontrollari chiqmaydi mana. Controls degan narsalarni qo'ymasam, bundan ham kontrollar chiqmaydi. Endi chiqadi. Ko'rdingizmi? Mana buni bossangiz, bitta bosib olsangiz chiqadi. Va juda kichkina bo'lib ketdi bu. 300 ham. Mana bundan ko'rdingizmi? Ovoz bosib qiladi. Mana buni bossangiz kattalashadi. Tushundingizmi? Mana shunaqa. Mana bitta ham tezlashtirsa, skachat qilsa, yuklab olsa, picture in picture qilsangiz, mana bunaqa qilib chekkada ko'rib qo'ysangiz bo'laveradi mana. Yursangiz siz bilan birga yuradigan qilib qo'yadi mana. Ko'rdingizmi? Xo'sh, endi bunda ham xuddi shunaqa narsalar bor. Qana, bitta qiziqarli narsasi bor. Kirganingizda mana, kirganingizda odamchaning rasmi turibdi, to'g'rimi? Sizga odamchaning rasmini o'rniga bir cover tursin. Qarang, mana bitta cover bor. Rasmlarni ko'rib turibsiz, to'g'rimi? Mana bitta. Mana bu rasm turibdimi? Aytaymi, mana bu rasm turibdi mana. Lekin ustiga borsam rasm birdan yo'qolib, video boshlanib ketyapti. Ko'rdingizmi? Bunda ham shunaqa. Birdan rasm yo'qolib, video boshlanib ketyapti. Bunda ham shunaqa mana. Buni nomini thumbnail deydi. Thumbnail. Cover ham deydi. Dizaynerlar tilida. Tushundingizmi? Xuddi shuni o'rgataman sizga. Bunaqa qilish uchun nima qilasiz? Poster degan atribut bor mana. Poster degan atributga o'zingiz rasm qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Rasm bormi bizda? Bitta rasm olaylik. Lekin mavzuga doir rasm qo'yasiz, tushundingizmi? Mana misol uchun mana hakkerlarning rasmini copy image adress olamiz, tiqitib qo'yamiz mana. Posterga qo'ydik. Accountga kirganimizda refresh qilaman mana. Boshlanishiga unaqa rasm turadi. Videoni bitta bossam boshlanib ketadi. Ko'rdingizmi? Poster atributi. Poster atributiga rasm qo'yiladi. Rasm oti nima ekan? Thumbnail. Mana bunaqa mana. Thumbnail mana. Tushundingizmi? Thumbnail yoziladi yoki poster yoziladi. Cover.
yoki cover deb yoziladi. Mana. Hop, video audio tugadi. Endi table. Table ko'rsatib beradi. Table'da nima qilamiz? Qarang. Table bu jadval. Mana bunaqa jadvallar yasash uchun kerak bo'ladi mana. Jadval. Mana. Grigoriy kalendari bor bizada, to'g'rimi? Mana bunaqa. Ha? Yana qanaqa kalendar bu? Kimyodagi kalendar. Mana shunaqa jadvallar yaratish uchun bizda table'lar bor. Mana bunaqa jadvallar yaratish uchun Excel'da ham bor bunaqa jadvallar, to'g'rimi? Shunaqa narsalar qilish uchun bizda table degan stol, jadval degan shunaqa tag bor. Bu juft. Buning ichida siz jadvalni qatorini yaratasiz. Qator bo'ladi har bittasi, to'g'rimi? Yo'l daftarga o'xshagan mana. Mana bu yerda qarasangiz mana. Birinchi qator, ikkinchi qator, to'g'rimi? Uchinchi qator ketyapti. Mana bu ustun hisoblanadi, to'g'rimi? Demak, siz qatorlar yaratish uchun table row degan qator yaratasiz mana. Table row degan narsa bor. Mana shuni ikkitasini ham boshqa harf olingan. TR. Tushundingizmi? Mana TR ni bossangiz table row mana shu. Bu qisqartirilgan shakli. Bo'ldi, hozir kiritaman. Table row. TR bu nima ekan? Table row. Ya'ni nima tarjimasini? Jadval qatori. Tushundingizmi? Endi mana bu yerda table row dan keyin uni ichida nima bo'ladi? TH bo'ladi. TH bo'ladi. TH nima degani? TH bu table head. Table head yoki table header. Farqi yo'q. Nima ekan? Jadval boshi. Bu qayerda ko'rinadi? Hozir ko'rsatib beraman. TH da misol uchun mana name deb yozasiz. Ikkinchisiga age deb yozasiz yoki yoshi deb yozasiz. Age nima degani? Bilasizmi? Hurmatim bo'lsin. Yosh degani. Ism mana. Ism. Qarang endi bu jadval qanday chiqadi bizning ko'rinishi mana. Ism yosh chiqibdimi? Endi men shuni chegaralarini ham qo'ymoqchi bo'lsam, table'ga border deb yozaman. Border chegara degani. Tushundingizmi? Agar hech nima yozmasangiz, mana hech nima yozmasangiz mana bunaqa holatda ko'rinadi sizga mana. Ko'rdingizmi? Mana. Border o'zini yozsangiz. So, endi buning ichiga 1 yozsangiz, mana. O'zi default holati 1. 2 yozsangiz qalinlashadi. Ko'rdingizmi? 4 misol uchun mana. Undan ham qalinlashadi. Shunaqa qalinlashib boraveradi. Defaulti 1 turib tursin bizga. Endi men ism bilan yosh nima chiqdi? Jирный chiqadi, to'g'rimi? Chunki biz h dagi taglarimizni yozsak, hammasi jирный chiqardi. Bu ham table head degani jирный chiqarib beradi. Chunki bu sarlavha. Tushundingizmi? TH bu sarlavha. Ya'ni jadvalni nimasi? Jadvalni sarlavhasi. Endi sarlavhani pastiga biz oddiy tekstlar bilan yozishimiz kerak. U qayerdan yoziladi? Ikkinchi qatordan, to'g'rimi? Ikkinchi qatordan yozmoqchi bo'lsa, agar men mana bu yerdan bundoq qilib ko'paytirib ketaversam, bu yonidan ko'payib ketadi. Mana. Yonidan ko'payib ketadi. Yo'q, men yangi qatordan yozmoqchimanmi? Yangi jadval qatori ochishim kerak. Ya'ni yangi teri ochishim kerak. Mana bu yerdan yangi teri ochaman. Tushundingizmi? Keyingi terilar TD bo'ladi. TD degani bu TD chiziqcha table nima ekan? Table data. Jadval ma'lumotlari. Tushundingizmi? Jadval ma'lumotlari. Endi ismga nima deb yozamiz? Dumbulim. Yoshgacha 40 100 221 mana. Mana. Acha. Ana, ko'rdingizmi? Endi keyingi yana men Alisher yoshi 428 da deb yozmoqchi bo'lsam nima qilaman? Aytingchi? Dumbul, o'zgartirmasdan ikkinchi qatordan yozmoqchiman. Qayerda? Hop. Shu yerdami? TD.
12. 1, 2 mana. Lekin xato-ku. Qani buni terisi? Qani xato? Dumbulim mana biz har bitta yangi qator ochish uchun teri ochamiz, teri ochamiz. Uxlab qolsan, uxlamagin. Teri mana. Tushundingizmi? Siz lekin to'g'ri chiqdi-ku. U sizga shunaqa ko'rinaveradi, lekin mana bitta xato chiqadi, bu xato deydi. Tushundingizmi? Sizga to'g'ri ko'rinaveradi, yoki vizualda xato chiqadi. Mana yana bitta narsa qo'shmoqchi bo'lsam, teri qilib qo'shib ketaveraman. Tushundingizmi? Hurmatim bo'lsin. 12 23 misol uchun. 123 mana. Xuddi shunaqa bu table'da kattaroq jadvallari ham bor. Endi mana bu yerda siz ustunlarni birlashtirmoqchisiz. Misol uchun mana endi bundoq qilamiz. Siz mana ikkita ustunni birlashtirmoqchi bo'lsangiz, misol uchun mana Dumbulim bilan Alisherning yoshi bitta yoshga to'g'ri kelsa, mana bitta yacheyka qilmoqchi bo'lsangiz, 412 bilan birni birlashtirmoqchisiz, to'g'rimi? Uning uchun nima qilasiz? Bundoq qilamizda mana 412 bundoq qilamiz. Mana buni yacheykasini bu mana bunaqasiga row span bu. Bunaqasiga call span uzaydi. Ya'ni mana bu 412 ni pastga cho'zishimiz kerak. Ya'ni mana bu yacheyka bilan bu yacheykani birlashtirishimiz kerak. Mana bu yerda bundoq qilib birlashtirishimiz kerak. Mana buni surishim kerak mana. Mana bu chizig'i pastga surishim kerak. Tushundingizmi? Shunda nima qilaman? 412 ga row span deb yozaman. 2 deb yozib qo'yasam. Mana. Kuchlimi? Ha. Kuchaydi. Mana shunaqa uzaydi. Siz ovozni qanaqa chiqardingiz? Bitta bo'lsa bitta. Mana shunaqa. Row span, call span. Bunga chuqurlashamiz yo chuqurlashaylikmi? O'taverammi yana? Bo'ldi, tamom. Tayyormisan rostdan? Endi qarang. Mana bu narsalar endi jiddiyroq jadvallar qilmoqchi bo'lsam, mana bunaqa vahshiyroq jadvallar bor bizada. Mana bunaqa jadvallar bor. Mana bunaqa jadvallar bor mana. Umumiy holati time table deb nomlar yozilgan. Mana bu yerda butun yacheykani birlashtirib turibdi. Ko'ryapsizmi? 1 2 3 4 5 6 ta qator birlashtiryapti. Ko'rdingizmi mana buni Ours'ni? 6 ta qator birlashtirish kerak. Demak 6 ta alohida jadval yaratamizmi hozir birinchi? Alohida jadval yarataman. Jadvalning ichida nima bo'ladi? Caption degan narsa bo'ladi. Captionda biz nima yozamiz? Time table deb yozaman mana. Time table deb yozaman. Keyin timetabledan keyin hours degan narsa bor va nechta ustun bor bizda? Qator bor. 1 2 3 4 5 6 ta qator bor. Endi nima yarataman? Mana bu TH'larni yarata olishim kerak, to'g'rimi? Endi qarang, bizda T-head degan narsa bor mana. T-head degani table head degani. Buni ichida nima yozamiz? Endi buni ichida tr yozaman. Tr'ning ichida keyin th yozaman. Ko'rdingizmi? Nima uchun bu kerak desangiz, bu T-body ga o'zgaradi mana. T-body mana. T-bodyning ichida tr, tr'ning ichida td bo'ladi mana. Oldingi narsani mana bu xuddi shu bilan bir xil, faqat biz bunda nima qilyapmiz? Strukturaga bo'lib olyapmiz mana. Jadval, mana bu jadval mana. Bu jadvalning nimasi? Sarlavhasi. Bu jadvalning bosh qismi mana T-head, bu jadvalning tana qismi T-body. Tushundingizmi? Mana bu yerda yana ham kattarog'i bor, T-foot. Bu oyoq qismi. Yakuniy qismi. Bunda ham th yozasiz, mana th yozasiz va buni tr yozasiz. Mana buni ichida th yozasiz. Shu. Bu umumiy natijani chiqarib beradi. Tushundingizmi? Jami deb qo'yasizda, jami summa deb qo'yasizda mana. Summa deb yozib qo'yasiz, 2 nuqta qo'yasiz. Keyin buni oldidan chiqish kerak bo'lgan narsalar summalarini nima qilib ketasiz? Chiqarib ketaverasiz. Bu T-foot hisoblanadi, ya'ni footer. Demak, nima ekan jadvalda? Bosh qismi bor ekan, tana qismi bor ekan, keyin T-foot. Foot degani oyoq degani, oyoq qismi bor ekan. Yakuniy qism. Tushundingizmi? Necha qismga bo'lindi? Necha qismga bo'lindi? 3 qismga. Boshi, tanasi, oyog'i. Tushundingizmi?
Boyagi narsalar o'zimizni narsalarimiz, ichidagi narsalar. Qaradim. Balli. Davomi o'zimizni narsalarning kengisi mana. T ichidagi narsalar o'zimizniki mana. Endi yozamiz mana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday mana. Bular qanday bo'ladi? Bitta hours uchun alohida bitta nima ochib olamiz? T-head ichida hours uchun tr ochamanda qator th qilib hours ochamiz. Buni call span nima bo'ladi? T-body'da nechta tr bor? 6 ta. 2 3 4 5 6 mana. Endi men ko'paytirishdan oldin mana. Mana bitta narsa yozib olay. Nima edi? Nimalar bor edi? Dushanba misol uchun. Dushanba mana. Mana bitta nima bor? Hafta kunlari. Dushanbani bu yoqqa yozar ekanmiz mana. Sarlavhaga dushanbani yozdik. Bu yerga o'qish. Ketdi. Endi men shunaqa terada menda 6 tami belgilayman, copy qilaman, qo'yaman, yana copy qilaman, qo'yaman. Endi shuni osonroq usul bor. Bitta belgilab, Alt Shift bosib, tepa strelkani bossam, o'zi ko'paydi. 6 ta mana. 6 ta bo'ldi natijamiz mana. Bunga nima bermadik? Chiziqlar chiqish uchun border, to'g'ri aytasiz. Mana. Endi men hours'ni nima qilishim kerak? Uzaytirishim kerak, to'g'rimi? Hours'ni topaman, mana hours'ni topaman. Hours'ni bundoq qilamizda. Buni nimasi? Row span'i 6 bo'lish kerak. Hours dushanba davomidan chiqdi. Endi nima qilamiz davomini? Hours ketdi. Endi men o'qishlar qayerdan chiqish kerak? Men hours oxirigacha bo'lishi uchun biz mana bitta qolganlarini ham yaratishim kerak mana bitta. Dushanba, seshanba, chorshanba nechta hafta kuni bor? 1 2 3 4 5 ta. 5 ta bo'lsa, rasmda. 1 2 3 4 5 ta. 5 ta. 5 ta bo'ladi. 5 ta bo'ldi bizda ham. Endi men o'qishlar dushanbani bularni pastdan chiqish kerak, to'g'rimi? Men buni beqob chiqib, men buni o'chirib tashlashdan bo'ladi. Mana. Endi men nima qilaman? Tereni ko'paytirib qo'yganman-ku. Tereni ko'paytirganim uchun hammasi bitta yangi qatordan tushgan, to'g'rimi? Men nima qilishim kerak? TDni ko'paytirishim kerakmi? 2 3 4 5 6 mana. Endi to'g'ri bo'ladi. Endi menga mana bu narsalar xato edi, kerak emas mana. Bu narsalar kerak emas. Chunki xato yozdik. Mana. Endi ketidan chiqadi. Ko'rdingizmi? Ketidan chiqdi. Ko'rdingizmi? Endi xuddi shundan yana bitta qilmoqchi bo'lsak-chi? Mana bunda. Science ketdi, Maths, Art, Social, History, English, Social, Sports larni qilmoqchi bo'lsam, ikkinchi qatordan yaratmoqchi bo'lsam, bir qatorda 5 ta fan bor ekan mana, 5 ta fan. Endi ikkinchi qatorda yana 5 ta fan chiqarmoqchiman mana. Ikkinchi qatordan 5 ta fan chiqadi yana mana. Ko'rdingizmi? Ko'chiluvmi? 1 2 3 4 5 ta. Lekin mana bu jadvalda nechta? 1 2 3 4 5 ta. 4 5 ta. Mana bu bilan bundoq mana. Kuku jesinglar. Nechun avval? 1 2 6 ta bo'lib ketibdi. Endichi. Yaxshi. Mana bundagi 1 2 3 4 5 tagi narsani bundagi narsani o'chirishim kerak. Bitta o'qishni o'chirishim kerak. tr rospan 6. Endi nima qilaman? Ketdi mana shunaqa trni ko'paytirsak, misol uchun trni ko'paytirsak
Bum. Yana bitta qo'yaman mana. Ikkinchi qator ko'paydi. Endi mana summani oldilaridagi narsalarni necha qo'yamiz? Baholarni qo'yib chiqishim kerak bo'ladi, to'g'rimi? Texni ko'paytiraman. Umumiy baho necha bo'ladi? Ey, hayotga qayt. Alisher. 5 mana. Qarang. Mana baholar chiqdi. Yana shunaqa 5 ta mana, yana 2 ta mana. 5 ta mana. Umumiy baholar mana. O'qishdan 4, o'qishdan 5, o'qishdan 5, o'qishdan 5, o'qishdan 5 mana. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa. Hm. Video qo'yishdan. Video qo'yishda bizda misol uchun mana YouTube'dagi videolarni o'zingiz saytingizga qo'ymoqchisiz. Ha? Misol uchun mana shu videoni o'z saytingizga qo'ymoqchisiz. Kirdingizda mana podelitsani bosdingiz. Podelitsani bosganingizda hamda nima chiqadi? Copy text chiqyapti, to'g'rimi? Buni copy qilmaysiz. Bu videoni copy qilib beradi. Siz kodlarni copy qilmoqchi bo'lsangiz, mana buni bosasiz mana. Embedded kod mana iframe degan narsa turibdi. Ko'rdingizmi? Uzun kod. Buni bunday qilib belgilab o'tirishdan ko'ra, mana copyni shunchaki bossangiz o'zi copy qilib beradi. Tushundingizmi? Mana copy bosasiz va mana bu saytingizga mana bu yerga qo'yasiz mana. Vaqt qo'yasiz mana. Chiqdimi? Mana o'zi chiqdi. Va saytingizga kirib turib, bitta refresh bossangiz, YouTube'dagi video chiqib keladi mana. Oy, 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 kuchlumi? Endi mana widgetlarni qarang. O'zi widget berib qo'yibdi avtomatik, to'g'rimi? Buni o'zgartirsangiz bo'ladimi? Bo'ladimi? 100% hayti 100 VH qilsangiz, mana bitta refresh qilsangiz mana. Width 100% haytini piksel deb yozamiz. Misol uchun 900 piksel mana. Ya qaragin-ey. Urib o'ldiramoqchi. Qara. Mana. 900 qilsa vash katta bo'lib ketar ekan mana. 500. Aja. Jim Trey. O'zim aytaman. Aja. Mana. Boshlandi. Ranjimasin. Mana bular. Ana shunaqa. YouTube'dan video olish bu, tushundingizmi? Tamom.